Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz obunachilari, bugun 12-iyun 2025-yil sanasi bilan kechki vaqt bilan video qilyapmiz. Ish kuni yakuniga yetmoqda. Tayyor qurigan bloklarimiz bor. Razmerlari 20, 30, 60. Blok kerak bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun bemalol murojaat qilishlari mumkin. Telefon nomerlari ekranda qoladi. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allarol tumani Ko'k Gumbazda ishlab chiqarilyapti. Sifatlari a'lo darajada bo'ladi. Og'irligi 12,5 kg. Demak, razmerlari 20, 30, 60, 350 markali pena bloklarimiz hisoblanadi. 350 markali deganimiz, demak, alohida aytib o'taman. 350 marka deganimiz hajm birligidagi og'irlik miqdoriga aytiladi. Ya'ni 1 kubasidagi og'irlik miqdori hisoblanyapti. Ushbu razmerdagi bloklarimiz demak 12,5 kg, 1 kuba hajmda 28 ta bo'ladi. 12,5 da 28 ga ko'paytirilsa, demak 350 raqami kelib chiqadi. Shuning uchun 350 markali deyiladi. Demak, tumbali bloklarimiz chiqayapti. Ustalarimiz ishni yakunlashmoqda. Oxirgi qolipdagi ishlar yechib olinyapti. Bugungi sana bilan 900 dona pena blok quyilgan, chiqarilgan. Latokli bloklarimiz, qurigan bloklarimiz yetarli miqdorda, kimga qancha kerak bo'lsa, yangi quyilayotgan, bugun chiqqan g'ishlar. Ushbu pena bloklarimizda uy-joy qurishda qanday afzallik tomonlari borligi haqida bir qator qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Birinchidan, uyni tan narxini loy devorga nisbatan 2 barobar arzon tushirib beradi. Ikkinchidan, energiya tejamkor hisoblanadi. Odatdagi energiya sarf xarajatlaringiz demak 3 barobargacha kamayadi. Uchinchidan, zilzila bardosh hisoblanadi. 5-6 karra zilzila bardosh va turg'unligi mustahkam hisoblanadi loy devorga nisbatan. Yana agar qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Telefon nomerlar ekranda qoladi. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. G'allarol pena blok eng sifatlisini taklif qiladi.